Endi eng ko'p tavsiya qilinadigan va pediatriyada eng nomer 1 bu sleeve rezeksiya hisoblanadi. Ya'ni sleeve rezeksiya eng ko'p qilingan, eng ko'p isbotini topgan va yaxshi effekt beradigan va nisbatan qilish usuli oson va pobochniy effektlari kamroq bo'lgan usul hisoblanadi. Va bunda oshqozon qismini 70-80% olib tashlanadi. Yangi oshqozon yasaladi va u yerga ko'p miqdorda ovqat ketmaydi. Grelin va leptin faoliyati yaxshilanganligi sababli ochqab ketish hissi kamayadi va shu natijasida undan tashqari ovqat miqdorini tez ichaklarga o'tishi hisobiga u yerdan o'sha inkretinlar sekretsiyasi ham yaxshilanadi va insulin sezuvchanligi oshadi. Endi ikkinchi usul bu gastrik bypass. Bu ko'pincha kimga? Bu ko'proq sleeve rezeksiya bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni agar ba'zida bo'ladi, reflyuks kasallik bo'ladigan bo'lsa, o'sha gastrik sleeve rezeksiya qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin. Aynan o'sha holatlardan tashqari metabolik, ya'ni o'sha qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, gastrik bypass juda ham foydali usul hisoblanadi va u bilan diabetning remissiyasiga erishish mumkin bo'ladi.